Akalar qarangizlar, mana bu yerda avariya bo'pti. Tavba qilmasdan. Mana bunaqa avariya shaharda ichida juda ham ko'p sodir bo'lmoqda. Ya'ni o'zimni ko'z oldimda ham bir nechta shunaqangi avariyalarni guvohi bo'lib qoldim. Ya'ni bir deganda sodir bo'ladi. Endi qanaqangi qarash kerak bunaqa holatga bilmadim-u, lekin odamlar oddiy hol bilan qaraydigan bo'lib ketgan o'shanaqa holatga. Endi bilmadim. Nega bunaqa bo'lyapti, tushunmayman. To'g'risi, o'zim dastlabki qilib yurib bir necha marta o'shanaqa holatni guvohi bo'lib qolaman. O'ylab qolaman. To'g'risi, tavba qildim, astag'firulloh. Bunaqangi holat hech kimning boshiga tushmasin. Birinchi o'rinda. Shunaqa o'rtoqlar, hech kimga ravo ko'rmayman bunaqangi. O'shanaqa holatda yo'llarda ehtiyot bo'lib harakatlanishingizni so'rab qolardim. Chunki deganda bittagina e'tiborsizlik oqibatida bittagina oddiy xatoni deb juda ham katta oqibatlarga olib kelishi mumkin. O'limgacha olib kelishi mumkin. Juda ham ko'p o'lim holatlari sodir bo'lmoqda. Endi ko'rib qolganlarim, ko'rmaganlarim nechta. Dastlabki akalardan ham ehtiyot bo'lib harakatlanishini so'rab qolardim.